Gaming deganda ko'z oldimizga doim qanaqadir katta kompyuterlar va har xil setaplar keladi. Har rostdan ham o'yin o'ynash uchun kompyuter sotib olish kerak, lekin har doim ham bu narsaga bizda yetarlicha sharoit bo'lmasligi mumkin. Masalan, uyimizda shunchaki joy bo'lmaydi kompyuter o'ynashga. O'zimda ham shunaqa muammo bo'lgan. Qanaqadir katta joy kerak, ikkita uchta ekran sig'adigan, katta keyslar sig'adigan, kolonkalar sig'adigan unaqa joy bo'lmagan edi va shunaqa paytlar sizga eng asqotadigan narsa notebook, laptoplar. U kam joy egallaydi, sumkaga sig'ib ketadi, doim o'zingiz bilan olib yursangiz bo'ladi va istalgan o'yiningizni xo'p bo'ladi, dodam deb ishga tushirib, sizni xursand qilib, maza qilib o'ynashingiz uchun sharoit ham yaratib beradi. Bilaman, hozirgi kunda notebooklar ko'p, tanlov ko'payib ketgan, aynan bittasini tanlash juda ham qiyin va qaysi biri yaxshi, qaysi biri kuchli deb tanlash uchun o'zi biroz noto'g'ri bo'lib qolgan, chunki birinchidan hammasi yaxshi bo'lib ketgan. Bu yoqda asosiy savol qaysi biri yaxshi emas, qaysi biri menga ko'proq to'g'ri keladi, qaysi biri nisbatan yaxshiroq degan savol menimcha to'g'riroq bo'ladi. Biroq siz bizni kanalimizdasiz va biz sizlarga gaming uchun eng yaxshi, eng zo'r, eng moslashgan, eng tez ishlaydigan notebooklarni taqdim etamiz, ularni obzor qilamiz. Bu APG loyihasi fayzimizni bersin. Bugungi qahramonimiz Asus ROG Strix G18 modeli va ko'rib turibsizki, u bir qarashda boshqa notebooklarga qaraganda ancha kattaroq hajmga ega, lekin juda unaqa og'ir emas. Atigi 3 kiloyu 420 gram. Asus kompaniyasi bu yili Strix G, ya'ni to'liq qilib aytganda Strix Gaming seriyalaridan tashqari Strix G Scar, ya'ni Gaming Scar modellarini ham deyarli to'liq yangiladi va video davomida mana shu ikkalovini solishtirib, ular orasidagi eng asosiy farqlar va o'ziga xosliklarni ko'rib chiqamiz. Lekin ungacha keling birinchi bo'lib mana shu mehmonimizni tashqi ko'rinishi va dizayniga e'tibor qaratsak. Notebookning yangi ko'rinishi poyga mashinalardan ilhomlanib ishlangan. Masalan, mana bu sharnir deyiladi, ya'ni qopqoq yopiladigan qismi bilan mana shu ikkita orasi bor, ochilib yopiladigan joyi. Shunisi ham bir-biriga nisbatan ancha yaqin qilingan va mana ochib yopganingizda ham bilinadi qanaqadir poyga mashinalarni konturi sezilib turadi. Takoy ruschalab aytganda izyashniy deydi, ya'ni o'ta ham nozik did bilan ishlangan va qanaqadir tezlik bor. O'zi bir qaraganingizda qanaqadir hozir vum etib yurib ketadigandek, fuf etib uchib ketadigandek, bir ichida energiyasi bor, tezligi bor, nisbatan skromniy deydi-yu, ya'ni kamtarona dizayn bilan, lekin shu bilan birga mощность, qudrat, power sezilib turadi va bu balki notebookni tez ishlashi uchun qilingan bir ishoradir. Mana bu notebook tez ishlaydi, ko'rinishidan ham bilinib turadi shunaqa tez ishlashi deyishmoqchi bo'lgandir balki. Eng qiziq tomoni esa klaviatura tagidagi mana bu RGB yoritgichlar xuddi o'sha poyga trassalarni chekkalardagi yoritib turuvchi chiroqlarga o'xshatib shunaqa qilib ishlangan va buni siz o'zingiz xohlaganingizcha sozlashingiz mumkin, nastroyka qilishingiz mumkin. O'zi haqiqatan ham bundoq qarasangiz, o'sha Yaponiyada drift qiladigan mashinalar bor-ku, takoy Y2K vibe beradigan 2000-yillardagi takoy Mazda shunaqa mashinalarni tagida yonib turadigan, takoy chiroyli, moda, shunaqa ko'rinadi va yana bir tomondan
air effekt bor, ya'ni havoda muallaq turganidek. Bunda meni tomonimdan qarasangiz, haqiqatan ham kompyuter uchib turibdi, qanaqadir qayerdadir levitatsiya qildi. Havoda turibdi. Ishlaganingizda ko'zingiz charchab qolmaydi va o'sha aytganimdek, o'z xohlagan payt xohlaganingizcha to'g'rilab oladi. Qurilmaning orqasidagi mana bu teshiklarni esa, menimcha ko'pchilik bilsa kerak, ular havo aylantirib beruvchi, ya'ni ventilatsiya vazifasida ishlaydi, ya'ni shamollatuvchi vazifasini bajaradi va mana shu tizimga ham haliroq yana bir alohida to'xtalib o'tamiz. Barcha kerakli portlar notebookimizda bor. Bittasi bor bo'lib, bittasi yo'q emas, hammasi bor. Ikkita Thunderbolt, 3 ta USB-A, HDMI 2.1 va 2.5 gigabitli Ethernet. Endi keling ichki xarakteristikasiga to'xtalib o'tsak. Bizga berilgan G18 modelining protsessori Intel Core Ultra 9 275HX CPU bilan jihozlangan. Video karta bo'lsa yaqinda Nvidia tomonidan taqdim etilgan 50-seriyadagi RTX 5080 qo'yilgan. Umumiy xotira PCIe Gen 4 2 TB SSD va tezkor xotira 64 GB DDR5 joylashtirilgan. Yangi chiqqan protsessor va video karta bilan jihozlangan qurilma albatta yaxshi sovutish tizimiga ega bo'lishi kerak. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, mana bu teshikchalar aynan o'sha yaxshi sovutish tizimi ventilatsiya vazifasini bajaradi va u havoni yaxshi aylanishini ta'minlab beradi. Undan tashqari materinskaya plataning ustiga issiqlikni bir joyda to'planib turmasdan keng yoyib, og'ir gaming, montaj kabi ishlarni qilayotganda ham sovuq turishga yordam beruvchi material maksimal darajada moslashtirilib, ikki qavatdan xuddi sendvich kabi yopishtirilgan. Bu ish orqali ishlab chiqaruvchilar ham joy tejab, ham issiqlikni yaxshi aylanib tashqariga chiqib ketishini ta'minlashgan va bunday sovutish faqat 2025-yilgi modellar uchun yangi ishlab chiqarilgan. Shu sababli ham yangi modellarda oldingilariga qaraganda turbo rejimi ovozi pastroq holatda ishlaydi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, bu notebookda ichki changdan tozalash filtri bor va bu mana shu qurilmani umrini uzoqroq qiladi. Masalan, ichini tozalayman deb ochganingizda changsimon maxluqlarni ko'rmaysiz. Bu filtr bizning hududlar uchun ayniqsa juda ham muhim. Shaxsan men o'zim yashaydigan joyda qurilishlar bo'lib, chang bo'lib, har kuni changlarni, har kuni pollarni artganim bilan mashundoq qavat-qavat chang bo'lib ketaveradi va to'g'ri, notebookni tegi ochiladi. Bu haqida haliroq yana to'xtalamiz, lekin unga qaramasdan ichi ham changga to'lib ketishi mumkin. Shuning uchun mana shu changdan tozalash filtri shaxsan men uchun juda ham asqotgan bo'lardi. Keling endi shuncha og'ir o'yinlarni ko'tara olaman, ko'p resurs talab qiladigan dasturlarda qotmasdan, qizimasdan, tiq etmasdan zo'r ishlab bera olaman degan notebookni rostdan ham og'ir o'yinlarda sinab ko'ramiz. Ushbu test sinovlari uchun biz yaqinda kompyuter uchun moslashgan versiyasi reliz qilingan Last of Us 2 ni sinab ko'rishga qaror qildik. Umuman olganda bu o'yinni shaxsan birinchi qismini hali na PlayStationda, na kompyuterda to'liq o'ynab ko'rmaganman. Shu sababdan ham syujet qayerga qarab ketayotganiga unchalik tushunmadim. Lekin o'yindagi grafika va eng asosiysi soundtracklarga haqiqatan ham mazza qilib o'ynash mumkin. Notebookimiz hozirgi kundagi eng yaxshi protsessor va video kartalar bilan jihozlangani sabab DLSS o'chirilgan eng yuqori grafikalarda 100-200 FPS bilan o'yinni qotmasdan sinab ko'ra oldik. Bu esa o'yindan zavq olish eksperiensimizga yana bir plus vibe bo'lib xizmat qildi. Bugungi videomiz uchun sinab ko'radigan o'yinlarni ikkitasini deyarli birinchi marta o'ynashim Last of Us bilan Stalker, chunki Last of Us o'zi umuman Sony'ning eksklyuzivi bo'lgan, kompyuterga juda ham kech yetib kelgan. Stalkerga nimagadir shu paytgacha qo'lim tegmagan edi va qanaqadir boshqacha hissiyotlar bo'ldi. Qaysidir ma'noda men uchun umuman yangi taassurotlarni taqdim qildi. Ayniqsa, mana bunaqa mo'shni qurilmada. Keyingi sinab ko'rgan taytlimiz Stalker 2 Heart of Chernobyl bo'ldi. Post apokalipsis ruhidagi ushbu o'yin ancha muncha resurs talab qiladi, ammo shuncha qiyinchiliklarga qaramasdan notebookimiz 50-60 FPS larda ushlab turib berdi. Missiyalarni bajarish va ko'pchilikni kompyuterlar tomonidan render qilish uchun juda og'ir deb hisoblangan Qizil o'rmon sahnalarida ham notebookimiz umuman qiynalmadi. Undan tashqari action o'yinlardan chekkaroqqa chiqib, shooter hisoblangan va meni eng sevimli o'yinim bo'lmish
Fortnite'ni eng oxirgi sozlamalarga qo'yib test qilib ko'rdik. O'yinda umuman laglar kuzatilmadi deya olmaymiz, chunki baribir bu franšiza xarakteristikasiga qaraganda internetga ko'proq moyil bo'lgan o'yin, balki biz Wi-Fi da o'ynaganimiz uchundir. Agar Ethernet ulaganimizda yanada yaxshiroq performans bo'lardi. Umumiy o'ynayotganda juda yaxshi grafika bilan yaxshi performansda o'ynadik va Rockstrix G18 bu jarayon davomida bizga 60-90 oralig'idagi FPS ni taqdim etib berdi. Notebookda biz o'yinlarni asosan ikki xil tarzda test qilganmiz, ya'ni DLSS yo'q holatda va DLSS ochiq holatda. Mana ekraningizda hozir ko'rib bemalol farq sezsangiz bo'ladi. Qanchalik darajada notebookimiz o'zini ushlab tura oldi, qanchalik o'zini ko'rsatdi va farqi sezilyaptimi yoki yo'q. DLSS ochiq holatda ham RTX 50-seriyada chiqqan qurilmalar 30-seriya qurilmalarga qaraganda 2 barobar yaxshiroq performans ko'rsatadi. Ochiq holatda ham, DLSSni yoqqaningizdan keyin bu farq 6 barobargacha boradi. Endi qaysi qurilmada, qaysi o'yinni o'ynashingizga qarab, masalan, mana bu oxirgi chiqqan versiyalarda batareyka ham 40% ga yaxshilangan. Bu albatta umumiy performansni yaxshilaydi. Agarda siz DLSS nimaligini bilmasangiz, DLSS Deep Learning Super Sampling bo'lib, kompyuter qiynalishi mumkin bo'lgan o'yindagi kadrlarni, rasmlarni eng pastki sifatda render qilib olib, sun'iy intellekt orqali yaxshi grafikaga kattalashtirib beradi. Bu esa kompyuterning qiynalib, u kadrni render qilishini oldini olib, yanada uni ishlashini osonlashtirib beradi. Yangi Strix modellari yana upgrade qilish imkoniyati bilan ham keladi. Ya'ni oddiy tilda aytganda qo'shimcha qila olasiz. Qanday notebook olgan bo'lsangiz, bo'ldi, mana shu sizning qismatingiz. Abadul abad mana shunaqa notebook bilan yashaysiz. Video kartasi ham, operativ xotirasi ham hech narsasini o'zgartira olmaysiz. Mana bori shu degani emas. Xohlaganingizcha o'zingiz ochib to'g'rila olasiz va eng qiziqarli tomoni bu uchun sizga hech qanaqa atverka, hech qanaqa qurilmalar kerak emas. Shunchaki mana bunday olasiz va bundoq qilib sekingina ochasiz. Vah, ishlab turibdi mana, kullerlari, hamma narsasi ko'rinib turibdi. Endi men albatta tegmayman, chunki odam qo'rqadi buzib qo'yishga. Mana titrlarni ham soatim. Lekin mana shuni ochib, to'g'irlab, sekin ehtiyot bo'lib albatta qo'yib, o'ziga kerakli joylarni to'g'irlaysizda, keyin yana olib yopib qo'yib ishlatib ketaverasiz. Notebook tayyor. Kelinglar o'tiradigan bo'lib. Video avvalida bizga berilgan model Strix Gamer ekanligi va buni Strix Gaming Scar modeli bilan qanaqa farqi bor ekanligi, bular o'zi aslida boshqa narsa ekanligi haqida aytgan edik va shu mavzuga va nihoyat batafsilroq to'xtalish vaqti keldi. Barcha ROG notebooklari eng yuqori performansni taqdim etuvchi oxirgi ehtiyot qismlaridan foydalanishadi va hozirgi biz ishlatayotgan mana shu yerda turgani ROG Strix G, ya'ni gaming seriyasidagi notebooklar va ularning ichida har xil protsessor hamda har xil video kartalar bo'ladi. Biznikida aynan Intel Core Ultra 9 protsessori, yuqorida ham bu haqida aytgan edik. Va Strix G, ya'ni gaming seriyasini ajratib turadigan yana bir eng asosiy jihatlardan biri bu hamyonbop va nisbatan kamtarroq, unikalroq va dostupniy deydi-ku. O'zbekchasini haligacha topolmaganman. Mana shu dostupniy so'zini, o'shaning uchun ham dostupniy deyveraman. Mana shunaqa hamyonbop deymizmi, hamyonbop versiyasi. Aynan mana shu Strix Gaminglarni AMD protsessori bilan ishlangan versiyasi ham bor. Ularning asosiy farqi birinchidan 2024-yildagi korpusda ishlab chiqariladi, ikkinchidan esa RTX 5070 hamda RTX 5070 Ti video kartasigacha bor. Mana bu Intel protsessorlarda esa RTX 5080 video kartasigacha. Qaysidir ma'noda buni video kartasi ozgina balandroq. ROG Strix Scar seriyalari bo'lsa Nebula HDR displayi, RTX 5090 gacha video karta hamda orqa tomonida Anime Vision LED haligi yoritgichlari, qaysidir ma'noda tablolari ham bor. Menimcha ko'rgan bo'lsangiz kerak, unda yonib turadi, o'zingiz yozuvlar qo'yishingiz mumkin. Qaysidir ma'noda eksklyuzivroq notebooklar ular. Yana bitta narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bu notebooklarning hammasida 240 Hz li displey ishlatilgan va bu ekranlar orqali siz Call of Duty, Counter Strike, PUBG, Fortnite, Apex Legends kabi FPS shooterlarda bemalol dushmanlaringizga sovuqqonlarcha headshot bera olasiz, chunki yangilanish chastotasi juda ham baland va o'yinlar silliq o'tadi. Hamma narsani joy-joyida, momentida ko'ra olasiz. Yuqori FPSlar ham bemalol sizning ko'zingizga yorqin, yumshoqlik bilan
Plavniy yetib keladi. Bugungi videoda biz sizlarga ROG Strix G seriyasidagi notebooklar qanday ishlashi va nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib bermoqchi bo'ldik. Qanchalik qo'limizdan keldi yoki yo'q, uni siz like'lar va izohlar orqali bemalol ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Har doimgidek bu APG loyihasi edi. Keyingi videolarimizda qaysi texnikalarga obzor qilishimizni xohlashinglarni ham izohlarda yozib ketinglar. Har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.